Ahırgım kep kaldık programımızda. Amda bir şey değil, yeni bir gap açı. Bu hadis amda. Belluğu anni velev aya degan bir hadis. Yani menden bir ayetki olsun yetkizinglar degan buyruq. Bunda deganden davet qilish har qanday musulmonga farz. Tamam, bu birinchisi. İkincisi bu hadisni Kur'an ayeti bilan tushunishimiz kerak va tushuntirishimiz kerak. Çünkü Kur'an ayeti asas, hadis degan şu Kur'an'ın şerisi. O şerisini düşünüş için asasını düşünüşümüz gerek. Asas da Allah Subhanahu ve Taala'nın deydi. Kul hazihi sebili ad'u ila Allahi ala basiratin ana ve men ittaba'ani dedi. Bunda degan ey Muhammed Aleyhisselam degan men ve men ergeştirer Allah'a bilip basira degan bilip durup okup durup düşünüp durup çağırırız deydi. Şunun için Muhammed ibn Ratib Nablisi nim degan davet qilish uchun ikki shart bor deydi. Birisi bilgan doirangni chaqirsa deydi. Nimani bilsang shuni deysa. Masalan, namozning farzi 4 desang, bo'ldi, to'da zakot to'g'riliq so'zlamasan deydi. Ya'ni o'zing bilgan doirada o'zing tunigan odamni chaqirsa deydi. Umumiy xalq. Va hammasiga vaqraba aqli yo'q sinov deydi. Bir oyat o'nchik oz bilganlar o'zing bilgan doirada tunigan odamni chaqirsa, bu bak muhim. Bu din degan bizning qinimiz, jinimiz. Din uchun bir musulmon jinini, qinini, milini beradamdi. Mushundaq dinni so'zlab qo'ygan odamlarga ilish bir aql egasiga yarashamdi. Bu mumkin emas. Hozir ma chaqchaq qiladi mashqa. Ma qarajim dedi hozir. Bu shaytonning, iblisning buyrug'i, iblis shuni buyurdi. Hem bir oyatda va an tushriku billahi shay'an ve en taqulu alallahi ma la ta'lamun. Çoğ günahlarını sınıp gelip Kur'an-ı Kerim'de günahını sanadı. Günahının birincisi zina kılış, ikincisi nahak adam öldürüş, üçüncüsü Allah'a şirk keltiriş, dördüncüsü dindi bilmeyi sözleştirdi. Zina, Allah'a şirk keltiriş, adam öldürüşün katarında Allah'a bilmeyi sözlerini çıkardı. Şunun için ma dinni kesbi okumay, 20-30 yıl bir mekteplerde din ile şugullanmay, gap kılarlar resmi Allah'ın korkusundan. Na insaflık. Mesela de bir adam, bir doktor, halat kiyip, boynuğa tınşoğusunu esep şunda ama kızık ısıqını belgileydiğen gradusunu elip kılıç için neçe yıl okuydu. Az degen 25 yıl, 30 yıl okamdı okumamdı. Bir doktor şunu keyin şunu kıldı. O bir adam kiplam halatını bazardan satılan kiplam boyza ben doktor dese bu bek iğir mesele. Şunun için karındaşlar qattiq buna dikkat qilish kerak endi. Rahmet. Hem de ahırkı sual bilen tügüteyle. Hem de Xitay baştan biraz bunu tılıq edip ötle. Yani Xitay belki bizni işgal kılgan tarihten bilen, ta Zozong'dan kirgenden başlayıp bir gün geçe hazır vatanımızı elip birlevatkan vahşi bastırış, bu zulümler şu işgal tarihimizden hemmesi de bu bakmağın derecede hemdi. Aşında her xil zulümden türünü sanap bağlanmaydıgan bu bastırışının hem de muşundan bir iş olamdı dedik hayran kaldığan derecede, başkalarının işlenmeydiğin derece xilma-xillaştırıp ettiğimde. Uzun yıllardan ben devamlı kalettim şu programda olsun. Emmiyede Xitay'da zulüm kılıp kilovatı mandak zulüm kılıp dep şunu söyleyip geldik hem de. Ama şunda bir vaziyette halkımız zaten nime kılış gerek. Bulup mu vatandaki bu zulüm aslındaki bu kadar yani nefes ağıdaki derecede bir imkaniyet yok bir halet kep kaldı mesela vatandaşı. Hatta şu halkın yol başları boğan imamlarımız şu yerdeki nimelermemde bir öz aldığı dinlen bir hükmünü depreşemez namazdan adet binasını öğütlenmeydiğin dereceden bilgenemdi. Din noktası biraz kilip mi fatva soraşkımı cüret kılamaydiğin bir derece geldi. İslam doğrusu ya beşik gelgen bir iş doğrusu fatva soramı baramaydı bilgenemdi. Bilgen anlavatkan, Xitay'ın akbaratı biz körüvatkan, çıkıvatkan bu haberlerinden de. Bu yerdeki hukuklarımız çet eldeki halkımız zaten muşunda bir ahvalı kelgen halk zaten nemiş kılış gerek. Erkin dünyada yaşavatkan halk nemiş kılış gerek. Kim adı anlasam. Hem bu vatanda bu vatkan şu iğir zulümü nispeten Uygurlar nemiş kılış gerek, bulup mu sırtıklar nemiş kılış gerek degende aslında bunu bir ayrım sözleşsek bulutu. Lekin şundaq bolsa mı ben ixcham qilib tay. Onda olsa Uygur milleti anlap turinglar. Birinchi bizning tariximizda nurg'un qo'mondonlarimiz, olim, o'limalarimiz o'tdi.
Ular haqiqatan esil katta kishilar bo'lganlikdan bolalarımızga shularni ismini qo'ydik. Ko'chullarimizni shularni ism bilan ataydigan, oshxonalarimizni kitobxona shularni ismi bilan atilgan ishlar chiqdi. Nima ish qilsa, ular ulug' kishilar bo'lganlikdan. Lekin mundaq bir ish bor. Biz ularni tunishda, bolalarimizni tunishtirishda, ularni ajoyib bir ibodatlarida, axloqlarida, ilmlarida, din millat uchun xizmat qilishda bir g'oyalashtirib Şunu bilan millat hozir men ichidan chiqayotgan miyada bo'layotgan mavjud kishilarni e'tirof qilmaydigan bir ahvol chiqdi. Men nima demoqchi edim, men hozir millatga inshaalloh nurg'un tajribalar, do'stlar bilan maslahat qilish orqali men qarajim degan gap bilan birga konkurt qilib hamma odam qila oladigan bir masalani o'tirib qo'yman. Millat nima ish qilish kerak? Birinchisi, Uyg'ur millati oldi bilan chet elda o'zining mavjudligini saqlab qolish kerak. Xo'sh. Bir millat qanday chog'da mavjud bo'ldi bo'lsa, birinchisi millatning zamini bo'lishi kerak. İkincisi til bo'lishi kerak, uchinchisi dini bo'lishi kerak. Bizda hozir asosiyatan zamin yo'q. Nima qilib qoldi desa, din bilan til qilib qoldi. Shuning uchun Uyg'urlarning eng muhim chet elda qilgan ishi o'zi va avlodlarining islomdan iborat bu ulug' Allohning ne'mat bo'lgan dinni saqlab qolish kerak. Va shuning bilan birga tilni saqlab qolish kerak. Bu birinchi. İkincisi, Uyg'urlar o'zini saqlab qolayli, nima ish qilishimiz kerak? Millat uchunsa kuchlanish kerak. Quruq gap asqatmaydi. Kuchlanish kerak. Qanday kuchlanamiz? Masalan bir misol keltiray. Bir suv uzalaydigan kafir bilan suv uzalmaydigan musulmonni dengizni o'ttirib pokut tashlasak, qas qutlib chiqadi. Aniq suv uzalaydigan kafir qutlib chiqadi agar bir mo'jiz yuz bersa mayli, ammo mo'jizning yuz berish nisbati baktavan, ya'ni %2%, 1% bo'ladi. Amma çünkü Allah Subhanahu wa taolo yarashani qonun aşıda yaratdi. Qonun shunday yaratdi. Bu yerda iymon yo'q, iymonsizlik aloqasi yo'q. Bu yerdagi bir mahorat kuch taraf qilgan narsa. Shuning uchun musulmonlar biz kafirni zulmdan qutlaysak kuchlanishimiz kerak. Ammo qanday kuchlanamiz? Ilm orqali kuchlanamiz. Shuning uchun mayli Turkiya, mayli chet elda o'qiyotgan qarindoshlarimiz hozir sharoit baktuluq, ajoyib yaxshi o'qish kerak. O'xshashmagan sahada men davomli ta'kidlayman. Bir musulmon dinni bilish kerak. O'zi tushliq dinni bilgandan keyin chuqur boshqa sahada fan o'qish kerak. To'g'ri, ichimizdan chuqur dinni tushunadigan diniy olimlar chiqish bak zarur. Dinni bilmagan odamdan hech qanday bizga nisbatan dinni bilmay fanda qancha bo'lib ketsa bizga nisbatan qimmati yo'q. Allohning dargohida qimmati yo'q uningki. Ammo biz da'vat qilamiz, hamma odam din o'qish shart emas. Va mush millatning ustidagi zulmni ko'tarib o'taman. Mush millatga men bir davlatim bo'lsa, men insondek yashasam ekan, o'zimning tuprog'ida Allohga sajda qilsam ekan degan odam kuchinish kerak. Kuchinish uchun o'xshashmagan sohada ilm fan o'rganishimiz kerak. Va o'zi yashayotgan davlatning tilini chuqur bilish kerak. Men Uyg'urlar deyman, o'zi yashayotgan davlatda amal bor, davlatning qonuni xiloflik qilmaslik, har bir Uyg'ur, mush Uyg'urlarning shu yerdagi elchisi. Adab, axloqli bo'lib, shariatga xiloflik qilmaydigan bo'lsa, davlatning qonuni obdarini rioya qilib, shu yerdagi ilm, bilimni kech kunduz elish kerak. O'qish kerak. Chunki Uyg'ur millatidan iborat bir musulmon millat yer sharini yo'qotib keladi. Shuning uchun yana takrordayman, ilm o'qi, bilim o'qi, eng yuqori inchik texnikalarni o'rgan. Kuchlanmasak biz o kafir bizga erkinlikni sadaqat qilmaydi. Erkinlik boshqalarning dasqindan tilaydigan sadaqat beradigan sadaqat emas u. Biz kuchlik bo'lmasa qutlanmaymiz. Anandan keyin mushu farzandlarimizga milliy, diniy ruhni davomli balam sen Sharq Turkistonlik u yerda zimining va tuqqanlarining hammasi hozir turmida. Masalan, shaxsan men 4 yil bo'ldi, bir yelimda opam bor, 4 yil, 5 yil bo'lib qoldi, tuqqanlarimning bir so'lim nim bo'lganini uqmayman. Hamma Uyg'urlar shunda hozir. Ballaga balam sen ashundaq borda, ballaga mush milliy ruhni, mush zulmni qarshi turishning islomdagi eng asl ibodat ekanligini,
Ben seni fakat Şarkı Türkistan üçün balam terbiyelavatım. Şarkı Türkistan'daki Müslümanlarını kutkuzu için aşağıda ağaç sınırların, kırındaşların kanjıqlapsını kütüvatıdı da vallahi ama ruhunu kattık sındırışımız gerek. Hemiz kılalığı açmaya kılalığı. Ahırısta kırındaşlar. Her bir Şarkı Türkistanlık çetelde yaşavatkan kırındaşlarımız yüzünü Şarkı Türkistan'ın bir askeri dep bilip Kuludun nini kese, pulu vala pulu bilen, ilim bala ilim bilen, kalem tutulaydağa kalem bilen Şarkı Türkistan emili bir iş kılış gerek. Mesela okuğuçularımız Ali mekteplerde Şarkı Türkistan buatkan zulümlarını okşaşmağın tıllar bilen tunuşturuş gerek. Hatta aş özde yaşavatkan devletinin mahkemesiga, bulup Avrupa'da yaşavatkanlar, üzünün atanısından kürüştürüştüğün mahrum kalığını mahkemeye ez kılış gerek. Xalqaradaki insan hukukdaşlarını az qilish kerak. Chunki zulm bo'lsa zulm bo'ldi deyish kerak. Numus qilmaslik kerak. Bizning masalamiz haq masala bu. Bizningki dedim-ku, Sharq Turkistondagi ziminimizni qaytarib elish va Sharqistondagi mazlum millatni qutqizishning oldiga o'tadigan cho'ng ibodat yo'q bizga nisbatan hozir. Shuning uchun Musa alayhisolamning butun hayotida mazlum millatni qutqizib Musa alayhissalom payg'ambar bütün vazifasi shudir. Mening deydiganim, masalan, namoyish qildigan bo'lsa, namoyish qilish kerak. Varaqsh taqtish bo'lsa, varaqsh taqtish kerak. Kech kunduz mush Sharq Turkiston uchun, shu yerdagi millat uchun hayotini bag'ishlash kerak. Alloh subhanahu va taolo shu chaqda bizga davlatni berdi. Bu davlatni so'ymasak, davlatga qurbonlik bermasak, erkinlik uchun qon to'kmasak, jon bermasak, pul bermasak, mol bermasak, vaqt bermasak, Alloh bermaydi bizga. Leysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. İnsan fakat o'zi kechkunduz tirishgan narsaga erisha oladi. Bu qonuniyat. Shuning uchun har bir qarindoshlarimiz Sharq Turkistonning askari bo'lishi, mening diniy milliy majburiyatim zulmni tunishtirish bak muhim hozir. Zulmni butun dunyo xalqiga kech-kunduz ijtimoiy torbekat, Facebook, Twitter, ash o'z Yevropada yashayotgan o'zlik imkoniyatdan to'liq foydalanib Sharq Turkiston masalani xalqarada kun tartibga akilish. Bu zulm bu. O hatta bunun ba'zi ash Xitoylarning o'zim ishonmaydi mana ishga. Sizda bas, çünkü bu insanın tabiatiga zid bir zulm bu. Yani balı dadıdan ayırın, erini ayaldan ayırın, bütün xalqni günahsız turmuğa terbiyelashga akirang, kendini ekilip Xitoy bilan bu Uyg'urni mehmon qilib, nadi bu, nadi qarindosh bo'ldi o? Undan mecbur qarindosh qilish nadi bu? O bir bulangchilik. Yani en ahirki uydan iborat musulmonning qo'rg'ini hujum qilish, uni boshqa tugdi ishimiz qolmadi bizningki. Shuning uchun har bir odamlar mana shu qila oladigan ish. Mushuni qilishni men talab qilaman. İnşallah hammamizni Alloh muvaffaq qilsin.